O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 63-sonli farmoniga asosan energiya auditorlarining yagona reyestri professional toifadagi energiya auditor va boshlang'ich toifadagi energiya auditor shaklida yuritilishi belgilab qo'yildi va bunga asosan Vazirlar Mahkamasining 673-sonli qarori ham 2025-yil 24-oktyabrda qabul qilindi va shu Vazirlar Mahkamasining qaroriga asosan jismoniy shaxslarni energiya auditorlari reyestri va buning natijasida shakllanadigan yuridik shaxslarni energiya auditorlik reyestri yuritilishi yo'lga qo'yilyapti. Esma.uz sayti orqali boshlang'ich toifadagi energiya auditor va professional toifadagi energiya auditorlar o'zini Esma.uz saytida ro'yxatdan o'tkazgan holda zaifga qoldiradi. Ya'ni faoliyat yuritayotgan korxonasining stil raqamlarini kiritgan holda uni korxonasi ham shu auditorlar reyestriga kirib boriladi. Kiritishni hozir tushuntirib o'tamiz. Bunda ixtiyoriy va majburiy bo'lgan bandlar bor. Majburiy bo'lgan bandlar asosan sertifikatlar hisoblanadi va bundan tashqari agar u professional auditorligini ko'rsatish uchun shu qonunchilikda belgilangan talablar doirasida yuridik shaxsda energiya audit hisobotini tuzgan va unda ishtirok etgan bo'lsa, o'sha hisobotni yuklaydi va undan tashqari o'sha davrda o'sha korxonada ishlaganligi mehnat daftarchasini yuklaydi va boshqa ma'lumotlarni hozir ko'rib boriladi. Esma.uz saytiga kirib turib, shaxsiy kabinetga kirib, energiya auditorlik uchun reyestrga kirish uchun ariza yuborish mumkin. Bunda shu auditorning shaxsiy ma'lumotlari chiqib keladi va professional va boshlang'ich energiya auditorlarining bittasi tanlanadi. Korxonani stirnaga kiritsangiz, korxona ham qo'shiladi. Bo'lmasa, korxona qo'shilmaydi. Ya'ni energiya auditorlik korxonasi qo'shilishini xohlasangiz, stiri bilan birga kiritasiz. Bunda hudud va tumanlari shu jismoniy shaxs energiya auditori ro'yxatdan o'tgan joylari bo'ladi va ishlayotganligi to'g'risidagi ma'lumotnoma yuklanadi. MyGov'dan olsa bo'ladi bu ma'lumotlarni. Bundan tashqari sertifikat bino inshoot bo'yicha, sertifikat sanoat yo'nalishida nomerlarni kiritsa, bular har biriga 10 balldan beriladi. Energiya auditor uchun, energiya audit sohasida olingan boshqa sertifikatlar va xorijiy sertifikatlar uchun 1 balldan beriladi. Qonunchilikda belgilangan shu minimal talablar doirasida qilingan energiya audit hisoboti uchun 1 balldan 10 ballgacha reyting beriladi. Bunda o'sha hisobot tayyorlangan vaqtda o'sha korxonada ishlaganligi to'g'risidagi ma'lumotnoma yuklash kerak bo'ladi va berilgan sana ham kiritish kerak bo'ladi. Shu berilgan hisobot tayyorlangan sanani kiritishgan yiliga qarab 1 balldan 10 ballgacha ball beriladi. Ya'ni necha yil bo'lsa shunga qarab balli oshib boraveradi. Uni malakasi shunga qarab baholaveradi. Qancha staji katta bo'lsa, shu sohada shunchalik ko'p ball yig'ib boraveradi. Ilmiy darajada belgilanadi va yuborish tugmasi bosiladi. Bundan keyin o'zi mana saytda hozir bugungi kunda energiya auditorlar yagona reyestri shakllanib qoldi. Bunda ya'ni jismoniy shaxslar kesimida shu ko'rinishda boshlang'ich professional ko'rinishda bo'ladi va reyting bahosi ham yiqqan sertifikatlari yoki amalga oshirgan ishlar tajribasiga qarab oshib boraveradi. Ya'ni uni qanchalik malakali energiya auditor bo'lsa, uni nimasi ham oshib boraveradi. Reyting bahosi ham oshib boraveradi. Misol uchun bu yerda endi yuridik shaxslar davlat urushdagi korxonalarni energiya auditdan o'tkazish uchun ruxsat etilgan yuridik shaxslar bunda 3 ta professional energiya auditori bor bo'lgani uchun ham bu 673-sonli qarorga asosan davlat urushdagi korxonalarga xizmat ko'rsatadi. Bu xususiy korxona va aholiga xizmat ko'rsatuvchi energiya auditorlar bunda 3 ta professional 3 tagacha bo'lsa, professional energiya auditori bu ro'yxatga tushadi.